Nima bo'ldi? Menga qara, sanlarni dastlaringdan ishtonim qoladimi, ishtonimni kiysam maylimi? Hamma narsani bo'lib oldilaring. Mashinamni bittaga olding, ishxonamdagi o'rinlarni olding. Yana nima qilib beray? Nimaga meni ishtonimga yopishibsanlar? Uy bering, uy. Uy. Bana uy sanlarga. Ichki o'pchukalaringga 3 yil bo'ldi. Biror marta menga yo'qadigan narsa olib keldilaringmi? Xoddoga berdim o'sha kuni. Men naska olib berdim. Xudдог naska. Mayli kelishdik. Uy olib beraman, faqat bitta shartim bor. Qaysi biring ko'nglim yo'qadigan sovg'a olib kelsang, uy o'shaniki bo'ladi. 3 xonali uy olib beraman. Yo'q, seni dadang bo'lsa, dadangni nima yo'qtirishini bilmaysanmi? Dadam soatlarni yaxshi ko'radilar, otlarga qiziqadilar. Nu, blogerlarni ham kuzatadilar. Bloger? Diliya dadajon. Hozir Siz uchun to'ng'iz kuyovingizdan Mona Lisa. Yo'q, onajonim, hali emas. Emasmi? Сейчас, подождите. Kuyov? Bu kim bu? Dadajonim. Bu bloger. bloger deganiga Instagramda uni bilan aloqa bergan, ha? Hammasi tarqab ketib, ehsonmaydi. Tur yo'qol. Uy yo'qmi? Uy, mana uy senga. Yo'qol. Seriyoz nimami Tailandga biletim yo'qmaydimi? Yo'q, har hafta o'tib chetga chiqadilar, yo'q. Nima yoqish mumkin, Dadamga neobычный narsa sovg'a qiling, neobычный narsalar yoqadi. Neobычный narsa? Assalomu alaykum dadajon. Hamid-ku. Sizga yoqadigan narsa olib keldim. Ish qilib yoqadigan narsami-ku? Albatta. Hello. Kuyov, uy olib bering dedingiz. Butun boshli boyligim siznikimi deyman, ha? Bilmasam. Bilsangiz bilarsiz, yarsimaydimi? Sondushka, одну minut. Dadajon, bizning nima bo'ldi? Mana kuyov, sizga O'rikzor rezidensiyadan 3 xonali uy. Avvalambor rahmat sizga dadajon. Bitta narsani so'ramoqchi edim. U joyda yana sotiladigan uylar bormi? Albatta kuyov, siz turgan binoni 9-etajda remontlari bitgan 3 xonali 70 kvadratli uy bor. U uyni xohlasa ipotekaga, xohlasa naqd pulga olishi mumkin. Yo'q. Albatta, u uyda bonuslari ham bor. Bonuslarga gaz plita va kuxnya mebellari qo'shib beriladi. Remont yoqmasa-chi? Remont yo'qmasa, qarorga holatdagi uylar bor. 80% bitirilgan. Qolganini o'zi bitiradi, remontini qiladi, mazza qilib yashaydi. Ha, aytgandek, agar yana ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, meni nomerimni bering, batafsil o'zim tushuntiraman kuyov bola. Ma'lumotlar uchun rahmat dadajon. Mendan rozimisiz? Kuyov bola, bu rozimi? Rozi. Unda mana mingdan ming rozi.